doimgidek bizada klip 2-3 kun qolganda aytiladi. Yo'q deya olmadim Otabek akani qo'shiqlariga. Ana kiyimimni ko'p kiyib olganimga yangi tiktiruvdim. Taqqab amallab mana shunaqa pop-popli chiroyli nozik libos tikilganda, lekin sal kattaroq tikilibdi. Shuning uchun har doimgidek yana o'sha mana shu Zeboyimsan qo'shig'iga kiygan libosimni kiyaman. Assalomu alaykum. Bizni tomosha qilib turgan aziz muxlislar. Farizodani deyarli hamma avvalgi san'atkorlar bilan kliplarda o'ynagan, deyarli hamma ijodidan xabardormiz, chunki xalqimizni juda ko'p bor e'tirof etganmiz bu gapni. Xalqimizni haqiqatdan ham sevimli qizi, sevimli farzandi, iste'dodli qizi. Men o'ta iste'dodli va mana shunday o'zini ishiga juda ham nima deydi, mas'uliyatli ekanligini o'zimni Yakkaxon konsertimda Farizoda bizga kelib raqs tushib berganda shunda yana bir bor amin bo'ldim. Shuning uchun ham Farizodani o'sha bizdan avvalgi o'sha ijodlaridan kelib chiqib konsertga taklif qilganimizga biz afsuslanmadik. Aksincha, mana shu Zeboyimsan qo'shig'ini to'g'ri tan olib aytishimiz kerak. Shu qo'shiqqa men u qadar e'tibor qilmagan edim. Toki Farizodaga biz tashlab berdik qo'shiqlarda, u o'zi tanladi qo'shiqlarni va shuning uchun shu Zeboyimsanni tanlab oldi va mana shu qo'shiqni o'sha sahnada aynan jonli tarzda, jonli ijroda muxlislarning ko'z o'ngida shu qo'shiqni boshqacha ochib berilishida va bugun mana shu qo'shiqni demak biz bunga klip ishlashimiz kerak ekan degan fikrga kelishimizga shu qizimiz sababchi bo'ldi va mana shu qo'shiqda shakllanuvida va bugungi kunda klip bo'lib xalqimizga taqdim etiluvida Farizodaning hissasi katta bo'lganligi bois mana shu klipda ham alohida Farizodani o'zini biz chiqishini xohladik va bizni taklifimizni rad etmasdan kelib bizga mana tun allamahal bo'lishiga qaramasdan hamma ishni yig'ishtirib kelib bizga ishtirok etgani uchun Alloh rozi bo'lsin deymiz. Men har safar aytaman, Farizodaga Tangri taolo fazli karam bilan umrini uzun qilsin va hali beri Xudo xohlasa sahnadan tushmasin. Va o'sha aytganimizdek Mukarrama Turg'unboyeva ustoz mana hozirgacha shu o'zbek millatining afsonaviy raqqosalari bo'ladigan bo'lsalar, Farizoda ham kelajak avlodga bugungi kunda mana shunday afsonaviy raqqosa bo'lib qolishini butun oilamiz bilan, butun muxlislar nomidan tilab qolgan bo'lardim.